Bugungi videoda qanday qilib qorinda yog'ni yo'qotib, press chiqarsa bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Ko'pchiligimiz to'g'ri boshlaymizda, ya'ni kardio qilamiz, ovqatimizni to'g'rilaymiz, uyqularimizni to'g'rilaymiz, hammasini to'g'ri bajaramiz. Bunga qo'shimcha даже press mashqlarini bajaramiz. Ko'pchilik qiladigan xato qorinda yog'ni yo'qotish uchun press mashq bajarish kerak deb o'ylashadi. Lekin bu umuman boshqacha ishlaydi. Bugungi videoda xuddi shuni ketma-ketligini tushuntirib qo'yaman. Bunga amal qiladigan bo'lsangiz, vaqtingizni ham tejagan bo'lasiz, foydali bo'ladi. Har birimizda press mushaklari bo'ladi, faqat uni ustida yotib turadigan yog' qatlamni ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bizga ko'rinmaydi. Agar buni ketkazadigan bo'lsak, mashq qilmasak ham o'zi chiqadi. Nimaga ketmaydi? Yo bizda aynan siz defitsit kaloriya qilganingizda, harakat kaloriyalaringizni boshlaganingizda, sarflaganingizda butun badandan ketadi. Ya'ni faqat qorin oldidan emas. To'g'ri, bu yoqqa birinchi to'planadi yog', ya'ni bel qora atrofiga, lekin boshqa joyimizda ham yog' to'plangani hisobiga birinchi boshqa joydan ketadi-da, oxiri bo'lib qorin bel atrofida yog' kamayadi. Shuning uchun bizga qiyin tuyuladi protsess. Tarozida emas, santimetrlar o'lchab nazorat qilishni so'raydi. Ya'ni aynan qorinni o'zini santimetr bilan o'lchaysiz, haftama-hafta nazorat qilib borasiz o'zgarishni. Men o'zimdan misol qilaman. Даже massa nabor boshlagan paytimda ham kardioni qo'shganman-da, ovqatimda uglevod sal kamaytirganim hisobiga, даже vesim bir haftani o'zida 3 kiloga oshgan bo'lsa ham, santimetrda haftasi 2 santimetr tushgan. Mana bunda o'zingiz farq tushunib olasiz. Ya'ni tarozida emas gap, hamma narsa qorinning atrofida o'lchashda bo'ladi. Ya'ni qoringiz ketaveradi, ya'ni yog'ingiz kamayaveradi, ba'zida oshishi ham mumkin o'sha o'sganning hisobiga. Keyin ko'pchilik yo'q qo'yadigan xatolardan bittasi kaloriya defitsitida xato qilishadi. Agar sizda to'g'ri ovqatlanish bo'lgan taqdirda, agar siz kaloriyasini oshiradigan bo'lsangiz, baribir sizda vazn ketmaydi, даже sizda vazn qo'shishingiz ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizda proteinni ko'paytiramizda, grammlarini, ya'ni har 1 kilogramm uchun 2-2,5 gramm yeyish boshlaymiz. Uglevodni o'rtada, masalan, obedda bir mahal, ertalab ozgina bir mahal qo'shamiz. Agar sizda haftalikda o'zgarish bo'lmasa, shu grammni ham yana kamaytirishni boshlaymiz. Lekin olib tashlamaymiz. Nimaga? Organizm uje tejashga, ekonomiyaga o'tib qoladi. Shunda sizda umuman ves ketmasi ham mumkin. Va bizda cheat meal, cheat day tushunchalari bor. Uzoq muddat defitsit kaloriyada o'tirish ham mumkin emas. Ya'ni organizmga ozgina pauza berib o'tib ketish kerak bo'ladi. Haftada bir mahal xohlagan ovqatingizni yeyishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi faqat kardio qiladi, lekin bu ham noto'g'ri bo'ladi, chunki metabolizm yomonlashib ketib qoladi. Shuning uchun silovoy trenirovkani qo'shish kerak bo'ladi. Hatto через день. Misol uchun bir kun kardioga chiqadigan bo'lsangiz, ikkinchi kuni silovoy trenirovka qilish kerak bo'ladi. Ozgina tajriba olganingizdan keyin siz protsess tezlashtirish uchun kuch mashqlar qilgan kuningizdan tepaga chiqib kardio qilsangiz bo'ladi. Keyingisi qorin bog'lamiga press mashqini qilish foydali bo'ladimi? To'g'risini aytganda, qorin muskulini o'stiradi, to'g'ri. Lekin sizda ustida yog' bo'lgani uchun даже sizda qoringiz kattaroq ko'rinishga olib kelishi mumkin-da. Shuning uchun qorin to'g'ri ketkazmaguncha siz hali press mashqini qilmay tursangiz ham bo'ladi. Buni rivojlantirish uchun keyin qaysi darajadaligi bog'liq. Ya'ni sizda agar qoringiz ketgandan keyin sizda presslar juda yaxshi ko'rinishi mumkin. Agar sizda juda shakllanmagan, rivojlanmagan bo'lsa, keyin unda ishlasangiz foydaliroq bo'ladi. Keyingisi ko'p uchrab turadigan xatolardan juda ham kam ovqat yeyish bo'ladi. Bu sizda holsizlik paydo qiladi, keyin ko'pga uzoqqa bormasdan buni tashlab olishlikka olib keladi. Hisoblab me'yorli yeyishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi juda ham ko'p kardioda trenirovkalar ko'paytirib olish. Bu sizdagi tiklanishni yomonlashtiradi. Bunga ko'pchilik e'tibor bermay qoladi-da. Ko'p harakat qilsam tezroq natija olaman deydi. Yoki bir haftada tez natija kutishni boshlaydi. Bu qorin bir kunda to'planmagan. Shuning uchun ish kerak bo'ladi-da. Buni ketkazish uchun ham etap-etap shoshilmasdan, organizm hali tushunmaysizda, bunaqa nagruzkaga hali tayyor emas. Agar tayyor bo'lmasa, ko'pchilik opitdan kelib chiqib aytaman, 1-2 haftada zo'r chiqadi-da, stabilni chiqadi. Zo'r ekan, intizom zo'r ekan deymiz-ku. Keyin уже 3-haftada уже ko'rinmaydi zalda. Shuning uchun bosqichma-bosqich trener olgan bo'lsangiz, treneringiz aytganini qiling. Ba'zida to'ymaydi-da, yana urajer, yana mashq so'raydi. Trener bilgani uchun, sizni taniydi, sizdan ko'proq bilgani uchun sizga me'yorda mashq beradi, me'yorda kardio beradi. Keyingisi amal qilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalarni o'rgatib qo'yaman. Birinchisi kaloriya defitsitida bo'lishi shart bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, ko'pchilik kam yeb qo'yadi, ko'p yeb qo'yadi. Sog'lom ovqat degani u zo'r degani emas, agar hisoblamaydigan bo'lsangiz. Keyingisi protein yetarli yeyish shart bo'ladi. Ya'ni yuqorida eslatib o'tib ketaman hozir. Bu nimaga? Metabolizmni yaxshilab beradi va kardio qilganda ko'pchilikda mushaklar ketib qolishi ham mumkin. Ya'ni yo'qotib qo'ymasligi uchun va yanada rivojlantirish uchun protein shart bo'ladi. Keyingisi haftasiga o'rtacha 2 marta trenajyorniy zalda trenirovka qilasiz. 3
kun kardio qilasiz. Bu boshlanishiga hammaga ideal variant bo'ladi. Keyinchalik sekin-sekin aytganimdek qo'shib borasiz. O'zingiz holatingizdan, progressingizdan kelib chiqib, ba'zi shunaqa holat bo'ladiki, vazn to'xtab qoladi. Mana shunda qo'shasiz. Agar haftama-hafta shu ketma-ketda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, shu tartibda ketsangiz ham bo'ladi. Organizmga unaqa nagruska bermasdan. Va e'tibor bering, bir haftada eshitasiz 10 kilogramm tashladi, 15 kilogramm tashladi. Bu aslida organizmga stress bo'ladi. Stabil, kam bo'lsa ham, davomiy bo'lsa, 3 oyda erishmay, 6 oyda erishing, lekin sog'lom bo'lib erishing. Agar shu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang va izohlarda yozing. Siz uchun qaysi biri qiyinroq, ovqatlanishmi, trenirovkami yoki motivatsiyani ushlab qolishmi?